Dostlar, hammaga xayrli kech. Boston Makler kanali YouTube obunachilari. Bugungi obzorimizda budjetli variantda Cobalt bo'ladi. Cobalt mashinamiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan mexanika korobka bo'ladi. Mashinamiz yurgan probegi sal ko'proq, lekin narxini stoyt. Mashinamizga kelsak, mashinamizda ilk qaптал eshigida ozroq kraska urilgan yeri bor ekan, petnosi bor ekan. O'zlaringiz uchun ustingizga tekshirtirib olaverasizlar. Lekin unday bir jalli ular bo'lgan mashina emas. Motor hadovoylarida hech qanday ishlari yo'q. Tayyor mashina minishga 4 balon polniy qishdan chiqadi bahorgacha. Normalniy balon sotsiyalar. Mashina salonidan kelsak, salonimiz mana ko'rib turganlaringdek chexol, polik, hamma narsa toza, akkuratniy minilgan. Bundan qaraganda mashinamiz narxini вообще stoyt. Sababi bu Sparkdan ham arzon bo'ladi bu mashinamiz. Buning uchun u yili 2015 bo'lgani uchun 2015-yilda ishlagani bilan mashinamiz yomon emas sotsiyanasi. Metan bilan jihozlangan, gaz qo'yaman deb tashkil o'tirmisizlar, gazni hamma narsasi tayyor. Bir so'm rasxoti yo'q mashina. To'g'ri olib taksiga chiqib kelaverasizlar. Narxi вообще zo'r narxda. Narxini kelsak, narxini 80 million so'm deymiz. Bizlarning kanaldan kelsanglar, ustida ozroq payg'asi bor. Bu videoni arzon Cobalt qarab turgan tanish bilishlarga tashlab qo'yamiz. Sparkdan yaxshi-ku, to'g'ri emasmi? Spark normal Spark ham bermaydi 80 million so'm bundan qaraganda. Salonlarni ko'rsanglar, hamma yeri akkuratniy. Mana. Rang ham chiroyli rang. GC svet bo'ladi. Mashinamizning yurgani 400 ming yurgan. Lekin shunga qaramay mashinamiz tetik holatda turibdi. Hech qanday tin rasxoti yo'q. Motor hadovoy, hech qanday rasxoti yo'q. Olasizlar, to'g'ri haydab yuraverasizlar. Hammaga rahmat, bizlarga kuzatishda davom eting.